Sizlarda ham shunaqa hissiyot bo'ladimi? Go'yoki bolangizga yetarlicha e'tibor qaratolmayotganday. Go'yoki bolangizga bor mehringizni bera olmayotganday. Kechasi uni bog'chasidan olgani borgandim. Bog'chani eshigidan chiqishiga meni ko'rib yana boshqatdan kirib ketyapti bog'chaga. Uyga ketgisi kelmasdan yana bog'chasiga qaytib kirib ketyapti. Yig'layapti, ketmayman deb. Oyasini quchoqlab olib, bog'cha opasini quchoqlab olib, ketmayman deyapti. Boshqa ota-onalar menimcha, voy bu onasi uradishi keladi, so'kasishi keladi deb o'ylasa kerak. Atayi sovuni urmaymiz ham, so'kmaymiz ham uncha. Yig'layapti, ketmayman deb. Shunchalik uyi yomon ko'radi, uyga kelish yomon ko'radi. Kecha his qildim shuni. 18 oylik bolam uyga kelish yomon ko'radi, uyga borish yomon ko'radi. Nimaga? Chunki men ham, qaynonam ham 24 soat telefondamiz. Telefonni ushlab, men-ku ishlayman telefonda. Qaynonam o'yin o'ynab pul topadilar. Shuning uchun biladi-da, 18 oylik bolam biladi shuni. Men bilan baribir o'ynaydigan odam yo'q deb o'ylaydi. Shunga borgisi kelmayapti uyga. Ertalab ham turib oladi-da, paypog'ini olib keladi, ketdik. Turishiga paypoq qidiradi. Bog'chaga ketdik deb. Menimcha bog'cha opasi juda ham yaxshi qarasa kerak. Menga qaraganda yanada mehrini berib qarasa kerak.